Subhanalloh. Har safar mendan kimdir nimadir intervyu olsa ham, ukol olib, dori ichib kelaman ishga-da. Чтобы kunim bilan shular bilan birga suhbatlashay deb jonim og'rig'ini qoldirib kelaman. Dori-darmonlar qimmat. Oziq-ovqatlar qimmat. Nega unaqa bo'lyapti, hech tushunmayman. Nega shu darajada oziq-ovqat, kiyim-kechagina ozgina mayli qimmat bo'lsin, mayli. Ola olmaydiganlar bor. Men ham ba'zida ola olmayman dorilarimni. Pastda yana kimgadir yordam ber deya olmayman. Uyalaman, menda ham g'urur bor. Davlat bergan puliga o'zim hamma qatori to'layman davlatga. Gaz deysizmi, svet deysizmi, suv bormi, nalogi bormi, yana tomimizni tomini o'zgartirishgan, o'shani oyma-oy pul tashab yurish kerak ekan. O'shani qilaman. Hammasini o'zim qilaman, o'zim oyligimdan. Pensiyaga iloji boricha boydan boyga yashayman. Yetmaydi bir xilda. Bir xilda yetmaydi. Men Larisaman. 1976-yilda tug'ilganman, noyabr oyida, 23-noyabrda, Toshkent shahrida. O'sgan joyim internat, ya'ni yetimlikda o'sdim. Dom Malyutka, Dom Malyutkadan keyin Diddomdan keyin internat. 6 yosh, 7 yoshimda internatga kelganman. Toshkent viloyati Piskent tumanida. Shu yerga kelganman, shu yerda ulg'aydim, shu yerda yashadim. Hayotiy tajribalarim shu yerda bo'ldi. Hammasi yaxshi yomon kunlarim internatda bo'ldi. Yosh edik, kichkina edik. Kam eslayman u anaqani, diddomim yaxshi edi. Internatga nisbatan. Men 6 yoshimgacha mehr ko'rganman. Ya'ni diddomda. Hozir bolalar uyi deyiladi. Internatga kelgandan keyin haqiqiy hayot boshlandi. Haqiqiy hayot. Haqiqiy hayot deganim mehrdan irroqda bo'ldim. Chunki yetimlar juda mehr ko'rmas ekan. Hozirgilar bor, hozir xo'rlashmaydi yetimlarni. Lekin bizning davrimizda bo'lgan. Maktab internatda. Agar tarbiyachi, o'qituvchi yoki kattalar yetimlarni xo'rlasa, yon atrofdagi bolalar shunga qarab muomala qilishadi. Bu yaxshi emas. Vaqtida urishish ham kerak, vaqtida urish ham kerak, vaqtida erkalatish ham kerak. Chunki ota-onalar baribir uyda ham xuddi shu usulda ishlashadi. Medosmotrda qo'limizga qog'oz berilardi. Nima deydi? Har bittasiga uchrashishimiz uchun. Ana o'shanda bilganman qog'ozga qaraganimda. Men tug'ilganman shunaqa nogiron bo'lib. Lekin qo'li ishlab turib oyog'i bo'lmasa, oyog'i nogiron bo'lsa yoki oyog'i bo'lib turib qo'li ishlamasa yoki ko'zi ojiz bo'lsa, odam baribir nimadir qila oladi. Qila oladi-da, imkoniyati bor. Masalan, menda bor. Men nogiron tug'ilganim bilan ko'zim o'g'riydi. Shunda ko'rsam o'rganib olardim. Men shunaqa nogironlarni bilaman. O'zini o'zi yeplaydi-da. Boshqalarga nisbatan yaxshi yashaydi даже. Sog'lomlardan yaxshi yashaydi. Mana masalan, men ko'rgan hayotim davomida ko'rib kelgan sog'lom, jismonan baquvvat erkaklarni aytaylik, ayollar mayli. Erkakka nisbatan uyda o'tiradi, bolalarga qaraydi. Erkak kishi boquvchi. Shunaqa erkaklarni bilaman, xotindan pul so'raydi. Sigaretiga, arog'iga yotadi, ishlamay.
Men o'zim internetda o'rnimni topa oldim-da. To'g'ri, rosa qiynaldim. Juda qiynaldim. Bolaligim og'ir kechdi. O'smirligim og'irroq kechdi. To o'zimni yo'limni topguncha 25-30 yoshga kirishimga to'g'ri keldi. Nogironlarning hammasi qiynaladi. O'zini o'rnini topish uchun. Kimdir ko'magi bilan ham topadi-da endi. İmkon berish kerak-da nogironlarga. Keyin ota-onalarga kelaylik. Ota-ona обязательно o'rgatish kerak farzandlarga, sog'lom farzandlarga. O'rnak ol shulardan deb. Nogironlardan. U ham mayli, insonni Alloh taolo har xil qilib yaratadi. Kimdir nogiron qiladi, ya'ni oyog'i yo'q, qo'li bor. Yoki bo'lmasam qo'li bor, oyog'i yo'q, ojiz, soqov, yotadigan, yo'l-cho'lda jamiyatga kirganda nogironlarni masxara qilish. Ota-onalarni ko'pi, masalan, men ko'chaga chiqsam, internetdan qochgan paytlarimda urushishimga to'g'ri keldi ko'chada bolalar bilan. Mana o'zim ham bola edim, o'smir edim. Urushishga to'g'ri keldi. Sog'lom bolalar nogironlarni masxara qilardi, yurishini qilardi. Sen nogironsan derdi. Menda ham nogironlik bordi, ham yetimlik bordi. Yetimsan derdi. Keyin bolalikdan nogironlarga hunar o'rgatish kerak deb bilaman. Обязательно hunar. Nimadir qilish uchun. Ya'ni hayotda ota-onam bor-ku, aka-ukam bor-ku, menga yordam beradi, boqadi, qaraydi deb emas. Masalan, men o'zim o'rganganman, anaqa menga hech kim o'rgatmagan. Shuni qildim. To'g'ri, tarbiyachilar yoki o'qituvchilar nimadir olganman men ulardan. Bu kasbim, ya'ni oyoq kiyim tikish kasbim menda qiziqish bo'lmagan. Lagerda bir tarbiyachimiz o'zini oyoq kiyimini tikib o'tiruvdi. Qarab o'tirganman. Boshqa ish qila olmayman-da. Nimadir ish qilishim kerak. Unda o'sha men maktabni bitirgan yillarim edi. Maktabni bitirib bizani lagerga jo'natib yuborishgan. Shunda ko'rib o'rganganman. Bu deyarli hobbi desa ham bo'ladi. Meni boqdi bu. Ya'ni Alloh menga bergan kasb. Men shunchaki ko'rdim. Bering aka shuni bitta tikib ko'ray dedim. Aka berdi, men tikib ko'rdim. O'xshamadi birinchisi. O'rganib ketasan dedi. Akam, ya'ni o'sha yerdagi o'qituvchi, bizga qaragan o'qituvchi. Shu bilan bu kasb oldim o'zimga. Oldimda men shu kasb orqali boqdim o'zimni. Ya'ni internetda ishlayman, davlat ishida ishlayman. Davlat menga pul to'laydi. Pensiya ham olaman davlatdan, oylik ham olaman. Bu oydan bu oyga yetkazishga harakat qilaman. Orzu niyatlarim уже birinchi orzuyim ota-onam bilan yashash edi, ikkinchi orzuyim tarixchi bo'lish edi. Hamma vaqt havas qilib kelganman ota-onasi borlarga. To'g'ri, yaxshi ma'noda, albatta. Hech ham g'ayirlik qilmaganman. Men hamma vaqt ota-onamni sog'inib yashadim. Butun umr men masalan hadmi 50 ga to'laman, lekin baribir onamni qo'msayman. Baribir onam bo'lishini xohlaganman. Hamma vaqt onam bo'lishini xohlaganman. Balki bundan-da yaxshi bo'lardi, balki bundan battari ham bo'lardi hayotim. Uni bilmayman men. Bilguvchi Allohdir. Qidirdim, ismi, familiyasini bildim. Ya'ni men ikkinchi qorinligimni bildim. Men ikkinchi farzandman. Onamning ismi, familiyasi yozilgan edi, lekin yana ham amin bo'lishim uchun qidirib ko'rdim. 28 yoshimda ota-onamni qidirib yo'lga chiqdim Toshkentni. Butun Toshkentni aylanib chiqdim. Taksistchi balaga rahmat. Meni olib borgan odamga rahmat. Alloh rozi bo'lsin.
topdim bir parcha qog'oz mendan voz kechganlik haqida. Tuqqanim voz kechgan ekan. Juda yomon holatga tushganman mendan voz kechganligi. Mayli u ham mayli, menga rosa og'ir botardi, sani musurkadan topib olishgan, sani palon joyda topib olishgan. Men больницада tug'ilgan ekanman. Xudoga shukr qildim shunga. Meni davlat joyda tug'ilganman. Davlat boqdi meni. Ya'ni suddan chiqardi o'sha yerdan. Ya'ni dom malyutkada bo'lganman. Men o'sha qog'ozlarni bilib keldim. Nimaligini men shu paytgacha bilmaganman. 28 yoshimgacha kimligimni bilmaganman. Otam в общем yo'q, dokument bo'yicha topa olmadim ham. Onam aytmagan ham kimdan tuqqanini. Faqat o'zini familiyasi, masalan, tug'ruqxonaga kirsa, farzandini tug'iladigan ota-onasining ismini, yilini, men yilini ham bilmaganman. Onamni. Men dokumentimda yozilmagan. Qiyinroqda bu haqda gapirish men uchun. Xullas kalom Toshkentda tug'ilganimni bildim. Onam mendan voz kechganini, ya'ni qog'ozcha yozib bergan ekan. Bir parcha qog'oz o'tirar ekan. Baribir kimdir so'rab keladi deganda o'sha paytda menimcha. So'rab bordim, menga qog'ozini ko'rsatishdi. Men otamning familiyasida emasman, onam familiyasidaman. Onamning otchествосidaman. Menga ism kim berganini ham bilmayman. Onam berganmi, doktorlar berganmi? Shunisiga shukr qildimki, qachon onam qatladadir tug'ib ketmagan. Men shunaqa narsalarni ko'rdim. Onalar bir xil, hammasi ham emas. Hamma onalar ham yaxshi ona emas-da. Tashab ketadi farzandlarini musorga, boshqa joylarga. Mayli, uni gapirmay qo'yaylik. Xato ish qilib qo'ydi-da qiz bola. Farzandini tashab ketmoqchi, tayyor o'shanga tashab ketishiga. Men xohlamasdim shuni tashab ketishini. Umuman xohlamasdim. Qanaqa vaziyatdan bo'lishdan qat'iy nazar odamlar nima deydi deb yashashini xohlamayman. Boqsin bolasini. Jamiyat shu paytgacha gapirib kelgan. Bundan keyin ham gapiradi. Hech kimga quloq solmay farzandini boqsin, katta qilsin. Qiyinchiliklarga uchraydi. Albatta uchraydi. Lekin yetim bo'lishini xohlamayman. Nogiron bo'ladimi? Yoki sog'lom bo'ladimi? Yo aql zaif bo'ladimi? Yo down bo'ladimi? Nima bo'lganda ham. Befarzandlar bor masalan. Farzandga zor o'shalar. Shularni o'ylasin. Nima qiladi yetim qilib farzandini? Balki sog'lom tug'ilar o'sha farzand. Kelajakda unga foydasi tegar. Farzandlarning ko'pi foydasi tegadi. Masalan, men shunaqa farzandlarni bilaman. Ota-onalar tashab ketgan, lekin farzandlar oyoqqa turgandan keyin onam dedi. Nima bo'lganda ham onam dedi. Mana meni almashtirib yubordi bir parcha qog'ozga. Men shu vaqtcha onam deyaptim. Deydi farzandlar onam. Chunki yetimlar juda qiyinchilikda o'sadi. Juda qiynalishadi. Oyoqqa turgunga qadar ham qiynalishadi. O'shanga maslahatim hech kim farzandini tashab ketmasin. Na bir parcha qog'ozga, na ko'chaga, na musorkaga, na boshqa yoqqa. Tashamasin, boqsin. Onamni kechirganman. Onamni kechirganman. Hozirgi aqlim o'sha paytda bo'lganda o'ylamasdim bu haqda. Ko'rmadim umuman, yordam bera olmadim. Balki onam ham qiynalayotgandir. Meni boqmagani uchun yoki shundoq farzandim bo'ldi-yu, men bekor tashib ketganman degan xayollarda o'tar meni ham onam. Agar tirik bo'lsa, agar o'lgan bo'lsa Alloh rahmatiga olsin. Men kechirganman onamni. Tuqqan onamni kechirdim.
man ichimdagini yanada chuqurroq nima o'tayotganini sizga aytib bera olmayman. Til bilan ifodalab bera olmayman. Ota-onani qadrlashlarini juda xohlardim farzandlarni. Ota-onalar ham xuddi shunaqa farzandlarini mehribon bo'lib tarbiyalashini xohlardim. Mani akam bor, ukam bor. Juda yaxshi qarashadi farzandlariga. O'qi deydi. Farzandlarini anaqa qilishadi. Yaxshi ko'rishadi. Havasim keladi. Men akamga ham havas qilaman. Ukamga ham havas qilaman. Opalarimni bilmayman, opalarim ham bor. Ularning farzandlari prosta yonimda bo'lib o'sganlarini bilaman. Ayniqsa hozir ukamni oilasida yonidaman. Menga o'shalar radnoy emas, lekin qondoshimdan da yaqin ular menga. Akam постоянно nogironlarga yordam beradi. Kulib. Ham qo'lidan kelgancha yordam beradi. Ham kulib yordam beradi. Ya'ni hayotida qiynalayotgan nogironlarga to'g'ri yo'lni ko'rsata oladi. Ukam bor. Men uni yetimlarning otasi deyman. O'zi qiynalsa ham, men o'zim guvohman shunga. Qiynalib tursa ham, обязательно kimgadir yordam beradi. Qo'lidan kelgancha yordam beradi. Uni ayoli ham xuddi shunaqa. Men o'ylayman, farzandlar ham shunaqa bo'ladi deb o'ylayman kelajakda. Ota-onasini ko'rib, farzandlar ham shunaqa qiladi deb o'ylayman. Hozir ular maktabda, institutda qiynalsa ham beradi yordam. Chunki o'zim guvohman shunga. Ko'zim bilan ko'rganim bu. Qo'ni-qo'shningiz bormi? Jamiyatda bormi? Ishxonada bormi? Yoki bo'lmasam qavm qarindoshingizda bormi? Yordamga muhtojmi? Yordam bering. Nafaqat puldan, qo'lingizdan kelgancha. Yo'qmi imkoniyatingiz? Yomon gapirmang. Yaxshi gapiring. Hammasi yaxshi bo'ladi deng. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi deng. Yoki bo'lmasam qo'lingiz bilan yordam bering. Ya'ni nimadir qo'lingizdan ish kelsa, yordam bering. Uyigami, ishigami, boshqasigami yordam bering bir-biringizga. Allohga men nolimaganman. To'g'ri, xafa bo'lganman, boshqa qilganman, nega men bunaqa bo'lib tug'ilganman, nega meni ota-onam bo'lmagan deb Allohdan so'rardim. Hozirgi aqlim o'sha paytda bo'lganda men gapirmasdim bu gaplarni. Hozir endi Allohga shukr, umuman nolishga haqqim yo'q-da. Nolishga haqqim yo'q. Toqatingdan ortiq bermayman qiyinchilik deydi Alloh. Toqatimdan ortiq bermagan menga qiyinchilik. O'zim toqat qila oladigan darajada berdi menga qiyinchilik. Men o'shani yengib o'tishim kerak edi. Inson mukammal emas. Yakka yolg'iz bo'lgan Alloh mukammaldir. Pokdir. Buyukdir. Yer osmonni yaratdi. Ne'matlar berib qo'ydi. Shukr qilishimiz kerak Allohga. Qaysi vaziyatda? Yaxshi vaziyatda ham, yomon vaziyatda o'zimiz aybdormiz. O'zimiz sababchi bo'lamiz shu narsalarga. Yomon taraflarimiz bilan. Bir-birimizga qilayotgan muomalalarimiz uchun javob beramiz. Har bir aytgan so'zimiz uchun javob beramiz. Mana hozir biz suhbat qilyaptik, bu uchun ham javob beramiz. Masalan, men Allohga aytishim mumkin, ibrat uchun chiqdim deb. Boshqalarga ibrat bo'lsin deb. Xafa qilishmasin bir-birini. Yonimizdagi qo'shnilar bir-birimizni haqqimizni yemaylik. Eng yomon narsa haq yeyish. Men shunaqa deb o'ylayman, bu meni shaxsiy fikrim. Xudoning oldida ham, bandasining oldida ham.
kechirim so'rash bo'lsa, avvalambor Allohdan, keyin yaqinlarimdan. Qilgan gunohlarim uchun kechirishini istayman. Yakkayu yolg'iz bo'lgan Robbimdan, keyin yaqinlarimdan, keyin men bilan o'sganlardan. Hozir imkoniyatim yo'q ular bilan uchrashib kechirim so'rash. Chunki men ham juda zo'r inson bo'la olmadim-da. Ayniqsa bolalik, o'smirlik davrimda. O'shalardan kechirim so'ragan bo'lardim.